U juda ham mahoratli qotil. Qaytib keldi, ishlarni tezroq bitirishga harakat qil. Hamma narsani senga aytib bo'ldim. Biroq seni ogohlantirib qo'yay. Qizning yonidagi tansoqchi, mukammal qotil, ismi Lisi. Bu odam judayam xavfli hisoblanadi. Xavotir olma. Aynan o'sha mashhur qirollik tansoqchisi. Ajdaho mamlakati hududida. Ajdaho bo'lsang ham menga bo'ysunasan. Yo'lbars bo'lsang ham oldimda tiz cho'kasan. Bema'ni gaplarni gapirma. Pullarimni tayyorlab qo'y. Agar bir tiyini ham kam bo'lsa, seni o'z qo'llarim bilan yo'q qilaman. Sulxonim. Bu yerda nima qilyapsan? Chap oyoq kiyimingizda mitti lokator bor. 3 kun oldin ataylab qo'yib qo'ygandim. Keling, mag'lubiyatni tan oling. Birga qaytamiz. O'zing bilasan. Tongto. Opangning gapiga kirmaysanmi? O'zim seni olib boraman. Yaxshi. Paxta qandlar bor. O'zing ye qol. Qo'y, menga ham bitta bering. Qani dadangga salom deychi. Juda qiziqmi? Ha, juda ham qiziq. Qizalog'im jilmayib qo'y. Juda ham qiziqarli ekan. Kelishgan ega, siz ham cosplay o'ynamaysizmi? Juda kelishgan ekansiz. Siz chinib aytingsiz, shundaymi? WeChat'ingizni qo'shib olsam bo'ladimi? Kechirasiz xonim. Unday bo'lsa, birga aylanib kelaylik. Biroz juda ham zerikdi. Bu bog'da hamrohim bo'lishga nima deysiz? Meni muhim ishlarim bor. Meni itarib yubordingiz, rostini itardingiz. Axir men sevgilingizman-ku. Nima qilyapsan o'zi? Yigitcha, ko'z oldimda bir yosh qizni xafa qilyapsan. Ota-onang senga tarbiya berishmaganmi? Hoy, buni qaranglar. Ko'rib qo'yinglar, bunaqa odamlar haqiqiy razil. Bu yerdan ketaman deb xomtama bo'lma. Ko'rib qo'yinglar buni, yana qochib ketmoqchi. Tezroq kechirim so'ra. Tiz cho'kib bundan kechirim so'ra. Osmon uzilib yerga tushsa ham bu yerdan keta olmaysan. To'g'rimi, Xaloyev? Qani bo'l, kechirim so'ra. Erkakmisan o'zi? Qani bo'la qol, undan kechirim so'ra. Azizam, meni kechir. Men xato qildim. Biroz qizishib ketgandim. Kel, bu yerdan ketamiz. Qayerga borishni xohlaysan? Mana bu boshqa gap. Ha, endi yaxshi bo'ldi, muomalasi yomon emas. Insof bersin senga. Yiqilib tushsam ham unga javob qaytargan bo'lardim. Kelishgan yigit, aslida boya mening ham aybim bor edi. Men siz bilan birga aylanmoqchi edim. Xo'sh, nima o'ynamoqchisan? O'sha uyga kirsak, men bilan birga qolasizmi? Mayli, sen bilan birga o'ynayman. Tol yaprog'i shaklidagi pichoq, yon tomondan pichoq, yashirin pichoq. Ko'zgu chaqnashi yordamida yashirilish. Ancha aqlli ekansan. Qachon buni payqaganding? Yengimdan topganingdayoq buni bilgandim. Tirnoqlaringni harbiylardan ham kaltaroq olgansan. Qo'lingda qadoqlar ham bor edi. Buni payqab, men bilan bu xonaga kirishga jur'at qildingmi? Qoyil. Uchta otiladigan pichoq, 3 ta o'limga olib boruvchi jarohat. Bir vaqtda o'zida hujum qil. Maqsading shu edimi? Afsuski kechikding. To'g'ri, sen meni yengding, lekin baribir mag'lub bo'lding. Bu nima degani? Meni asli maqsadim seni o'ldirish bo'lmagan, shunchaki seni ushlab turish edi. Hozir aqldan ozgan it va rovelverlilar harakatni boshlashgan. Seni o'sha ayol xo'jayining allaqachon ko'zi yosh to'kib. Meni ushlab turganmiding? Qizaloq, seningcha men bu yerga yolg'iz kelganmanmi? Asosiy nishon harakatlanyapti. Tong, bu juda chiroyli ekan, buni ko'rchi.
Xo'sh, xohlaysam. Xo'p, mana bunisini olaman. Qaysi birini xohlaysan? Bunisiga nima deysan? Bu xuddi senga o'xshaydi. Senga yoqdimi? Ha, yoqdi. Asosiysi men harakat qilmadim. Mana bu yerda. Murabbiy, men qo'lga tushdim. Buyurtmani bekor qiling. Kurash vaqtida belim orqasida nimanidir sezdim. Bu qotil ekan. Seni topdim. La'natda, ustimdan kulyaptimi? Uni tezligi o'ta yuqori. O'q yetib borguncha virusni o'ldirishni boshlaydi. Qolaversa yo'llamashchilarni yo'llagan. U menga o'q uzishga imkon bermayapti. Kichkintoy kela qol. Xayr. Bu telba men bilan o'ynashyapti. Uni tana egiluvchanligi oddiy odamlardan ancha yuqori. O'sha egiluvchan holda qochish burchagi deyarli aql bovar qilmas. Men taxmin qila olmayman. Keyingi soniyada tanasini qaysi tomonga egishini. Oppa. Buni qarang. Birodar, ko'ngilochar bog' bolalar o'ynaydigan joy-ku. Bu yerda ularning baxtli onlarini buzma. Sen o'sha ajdarho qalqonining boshqa murabbiyisan. Yaxshi, bu jangni uzoq kutgandim. Seni ko'zlaringdan ko'rib turibman. Sen boshqachasan. Bilasanmi? Bu hayotimdagi eng katta armonim nimaligini? Atrofimdagi hamma bilan jang qilib chiqdim. Lekin hech kim meni ikkinchi zarbamga dosh bera olmagan. Hattoki bitta munosib raqibim topilmadi. Ammo sen boshqachasan. Ko'zlaring aytib turibdiki, sen bardosh bera olasan. Og'ayni, meni boshqa odamga adashtirding. Buni imkoni yo'q. Men qanday qilib odamni adashtirishim mumkin? Seni ancha vaqt kutdim. Lekin bu yerda bo'lmaydi. Odam juda ham ko'p, maydon yetarli emas. Bizning jangimizga ta'sir qilmasin. U yoqda qoidalarga amal qilar ekansan. Kela qol. Qobiliyatingni bir ko'raylikchi. Ajdaho qalqonining bosh murabbiyining mushti qanchalik og'ir ekan. Unda men ham aytib o'tirmayman.
chakka emassan, anchagina kuchli ekansan. Qanday qilib qochib qolding? Men ancha vaqtdan beri zarbamdan qochib qutuladigan odamni uchratmagan edim. Xuddi shu hissiyotlarni men 20 yil kutdim. Og'riq. Uzoq vaqt davomida og'riqni his qilmagandim. Men ajdaho usulimni ta'mini tatib ko'r. Zarbalaring haqiqatan ham og'ir ekan. Senga ijobiy baho bersam bo'ladi. 60 ball. Boshliq, ularni hammasi o'ldi. O'ldimi? Hammalari o'ldimi? Nima uchun? Itni bo'shatinglar. Opa, qarang, bular juda ham ko'p, to'g'rimi? Nima bo'ldi? Ketish kerak. Bizni qurshab olishdi. Yaramaslar. Bitta tansoqchini to'xtatib qololmading. Bilasanmi, xo'jayin bunga qancha pul sarflaganini? Berilgan pullarni oqlamading. Mayli, qo'yaver. Men u ayolni tutib olganimda, u ham juda ham yoqimtoy. Nahotki Tezroq qochinglar. Tong yo'q. 先进去，我去找同伴。 kichkina qizaloq qayerga ketib qoldi? Tansoqchi. Men bir qizchani topib oldim. Juda ham shirinchi ekan. Agar sen unga qarata o'q ursang, u parchalanib ketmasmikin, ha? Iltimos, qurolingni tashla. Uni qo'yib yubor. Qurolingni tushursang-chi? Men haqiqiy tentakman. Lekin tentaklardan farq qilaman. Ular ahmoq. Men haqiqiy telbaman. Su Chinhe. Tezroq bu yerga kel. Qara, men kimni topib oldim. Agar bu yerga chiqmasang, men uni barmoqlarini birma-bir kesib olaman. Avval chap qo'lidan boshlaymiz. Senga 30 soniya vaqt beraman. Yo'q. Uni qo'yib yubor. Senga men kerakman. Mana shu yerdaman. Unga ziyon berma. Su xonim, ortga qayting.
Bu yoqqa kel. Sekinroq, aqlli qiz bo'lgan. La'natidan soqchi. Qimirlama. Bitta o'q bilan oyog'ini parchalab tashlayman. Bu ishni qila olishimga ishonmaysanmi? Bo'lmaydi. O'q otish uchun aniq burchakni hisoblash kerak. Tong uning oldida turibdi. Va uning quroli ham bor. Agar to'g'ridan to'g'ri qurol ko'tarsam, u albatta Tongning orqasiga yashirinib oladi. Zarbani qisqa qabul qiladi. Uning o'qi menikidan oldin manzilga yetadi. Qora naychi ichidagi siqilgan gaz. Ichkaridagi bosim kamida 150 atmosfera. Agar klapanga o'q tegib yorilsa, gaz bir zumda teshikdan otilib chiqadi. Kuch ishlatish kerak bo'ladi. Temir nayni nazorat qilib bo'lmaydigan reaktorga aylantiradi. Chap tomondagi o'qim o'tib ketsa, bu yagona burchak, yagona yo'l bo'ladi. Menda bitta o'q qoldi. Klapanni bir o'q bilan sindirishim kerak. Yana biroz yaqinroq kel. Ha, aynan shunday. Bilasanmi nima? Hayotda anchagina chiroyli ekansan. Xo'jayin bergan pul juda ham kam edi. Menimcha sen bundan ham qimmatroq turasan. Juda ham qimmat. Qimmat. Bu juda ham qiziq bo'ldi.